Bunda ko'taruvdim, tirs etdi deyshadi. O'shanda bachadon tushgan bo'ladi. Tug'ruqdan keyin bilasizlar, ko'pchilik ayollarimizda qon vobshe bo'shashib ketadi. Sizlar srazu o'sha ana holatlarni yaxshilay olmasanglar, o'sha keyingisi bachadon tushishi, qin devorlari tushishi hammasiga ulanib ketadi. Bu sizni qiningiz tayyor turibdi. O'sha ichingiz qotdimi, kuchandingizmi orqaga tushadi. Siydigingiz keldimi, siz to'plab yurdingizmi, oldi siydik qopingiz tushadi. Keyin yana kuchani boshqa qildingizmi, ana og'ir ishlar qildingizmi, narsa ko'tardingizmi, ba'zi bachadoningiz ham tushadi. Eng ko'pi og'ir ko'targanda ko'pchilik ayollarimiz aytishadi. Bunda ko'taruvdim, tirs etdi deyshadi. O'shanda bachadon tushgan bo'ladi. Bachadonlarimizni hammasini ushlab turadigan paylarimizda bular bo'shashib ketadi. Bizda oqsil yetishmovchiligi, kollagen nima ichiladiyapmiz? Kollagen 20 yoshdan keyin o'sha ishlab chiqarishi sekinlashyapti. O'shaning uchun kollagen ichishlar kerak, bularni mustahkamlash kerak. Ko'pchilikda defitsitlar kuzatiladi, bolasiga ham anaqa vitaminlarni beradi, o'zida vitaminlarga nisbatan defitsitlar kuzatiladi. Ham emizadi, holsizlik bo'ladi, charchoq bo'ladi, uyquga to'ymaslik bo'ladi, rejim bo'lmaydi, tap-tub qo'liga kelgan narsani yeb ketadi. O'shaning uchun ham juda ham ko'p defitsitlarga soch to'kilishlari, yuzga narsa toshishlari, terida ranglari qurishib ketishi, shu hammasi defitsitlardan kelib chiqadi.